Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Yana bir bor sizlar bilan diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Xabaringiz bor, O'zbekiston milliy terma jamoasi bugundan jahon chempionatidagi ilk o'yinini boshlaydi. Kolumbiya, ana undan so'ng Portugaliya va Kongo milliy terma jamoalariga qarshi. Bugun biz albatta yaxshi niyat qilib duo hamma narsani o'zgartiradi degan edik. Bugun men o'sha dadam, onalardan bir duo olmoqchiman O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun. Albatta sizlar ham qo'llab-quvvatlab, like bosib ushbu duolarga qo'shilasiz degan umiddaman. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz hozir o'sha buvimni olib chiqaman, duo qilishadi. Umid qilamiz O'zbekiston terma jamoamiz ushbu duolardan so'ng yaxshi natija bilan albatta Amerikadan xursand bo'lib qaytishadi. Assalomu alaykum. Futbol muxlislari, futbolchilarim, o'g'illarim, hammalaringni tanijo'laring sog' bo'lsin. Mana futbolga Amerikaga borar ekansizlar. O'shalardan omadlaringni berib, chiroyli bo'lib, yuzlaring yorug' bo'lib, birinchilikda olib kelinglar. Sizlarni qo'llab-quvvatlagan Xudoy prezidentimizga ham rahmat. O'shalarga jo'natyaptilar ekan. Mana bizni ham yoshimiz anchaga kirib qoldi bundaqa ishlarni endi ko'ryapmiz bolam. Amerikaga borish o'zi oson emas. Hammalaringni yuzlaring yorug' bo'lib, Xudoya omadlaringni berib, Xudoya birinchiliklarda olib kelinglar. Xudoya osmonlarimiz musaffo bo'lsin. Zamonlarimiz tinch bo'lsin. Hammalaring sog' salomat o'shalardan beshikasgina o'ynab kulib futbollarda birinchilikda olib tag'in yurtimizga qaytib kelishlikni Allohdan tilab qolaman. Xudoya tan joylaring sog' bo'lsin hammalaringni. Allohu akbar. Rahmat, sizga ham umringiz uzoq bo'lsin. Mana bugundan Xudo xolasa O'zbekiston milliy terma jamoasi o'yinlarini boshlaydi. Duo hamma narsani o'zgartiradi degandek, o'shaning uchun sizdan mana duo oldik. Xudo xolasa O'zbekiston futbolchilari yorug' yuzi bilan Amerikadan ona vatanimiz O'zbekistonga qaytadi. Rahmat, sizga ham umringiz uzoq bo'lsin. Kelishganda ham mana shunday duo qilishinglar nasib qilsin. Ilohim, hammalaring sog' salomat kelaveringlar. Rahmat. Qadrli obunachilar, albatta biz bilan birgalikda O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib, fikr-mulohazalaringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. G'alabadan so'ng yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Futbolda ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat.